Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, salomat yuribsizlarmi? Xudo xohlasa sizlarga 4 kunda yangilikni yetkazib boshda davom etamiz. Bugun yurtdoshlar 4 kunda ko'pchilik Donidon Jasur Qassobga keldik va Jasur Qassobning do'koni, go'sht do'koni bugun Jasuram bilan birgalikda ertaga 9-yanvar Juma kuni Juma aksiyasini qo'yib beramiz og'a. Xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin, yurtdoshlar bilan salomlashmoqing og'a. Assalomu alaykum, men bunachilar yaxshimisizlar? Yine Shikamat o'kizlarni Mol bollari. Juda boqib turgan ava, mol bollari. Gap yo'q. Bu boqib qo'ygan mollarimiz xudo xolasa. Haqiqat so'yladigan mollar. Jasuramda chiqarildimi pokazat şu mal so'yladi yurtdoshlar. Gapina javob beradi. İşi pisatli. Yine kellasini şöyle qo'yib qo'yasiz. Qo'ldan keladi axir. Keladi. Unda bemalol like bosaversizlar. Bosaversizlar. Like'larni bosasizlar, yurtdoshlar eng yaxshi ko'rgan do'stlarga tashab qo'yasizlar. Manzil Nukus ko'chasi. Bu yoqdan kelsanglar O'lyabo tarafdan kelasizlar. Yine Sultan Market, chap qo'llaringizda qoladi. Sultan Market ishonch Media Parkda o'tgandan keyin Shelby Burgerning yonida Jasur Qassobning do'koni. Bu yoqdan kelsanglar Sentralniy svetofor tarafdan, Bonisa tarafdan, şu Sentralniy svetofor poliklinika tarafdan kelaverishda chap qo'lingizda bo'ladi yurtdoshlar. Bemalol kelaversa shunday sifatli buqalarimiz ertagancha so'mdan go'shini qo'yamiz. 110 ming so'mdan qo'yib beramiz. 110 ming so'mdan. Go'sht 115, 120 yurtibdi. Chiqarib mollayni. Ko'raversizlar. Bu ko'chada yurtdoshlar go'sht 120 yurdi o'zi, to'g'rimi? Sentralniy 400 shahrida. 110 ming so'mdan qilib beramiz. 110 ming so'mdan. Yog'siz mollar. Yog'siz mollar. Chiroyli, ajoyib yog'siz mollar. Ko'rinib turibdi sifatli, mesli. Mesli mollar. Gap yo'q. Ichkarida ham yangiliklar ko'pmi? Kelaverasiz yurtdoshlar. Ko'mirlarni taxlab qo'yibmiz. Ko'mir bor. Значит, ijjon shashlik kusko'yi bo'ladi. Kami 3 kilo olgan ijjon shashliga birisi qo'shilib beriladi. Pulni olmaysizmi? Yo'q, olmaymiz. Tekinga. Tekinga. Yine 3 kilo shashlik. 3 kilo olgan. Kami. Gap yo'q. 5 kilo olaman, 10 kilo olaman. Bismillah. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, hammalar. Yine yurtdoshlar. Assortiment keng kudum. Ya kuskoy 70 ming so'm. Yo'qlar bor. İccan 75. Viriskidan bo'lgan kuskoy. İccan 75 ismi? 75. Bu duzu, piyozi, pripravasi hamma narsasi tayyor bormi? Doğru o'tirib beraveradi. Gap yo'q yine. Oqib qolmaymi og'a? Yo'q, oqib qolmaydi. Sivyaskasi moshni. Chotki. 75 ming so'mdan ijjon shashlik. Kuskoy. Kuskoy 130 ming so'mdan qilib beramiz. 130 ming. Viriski go'shtdan shu. Shu mramor go'shtdan. Mramor go'shtdan. Yine mramor yurtdoshlar qaranglar. Yine viriskilar 120 ming so'mdan. Yine 120 mingdan. Bular 100 ming so'mdan. 100 ming so'mdan. Yetli grudingalar. Gap yo'q. Yine viriskilar bor yine. Bıkın. Go'shtimiz 110 ming so'm. Bag'rimiz 100 ming so'm. Yine 110 ming so'mdan xudo xolasa go'sht. O'zi boshqa kunlar necha so'mdan sotdingiz go'sht? 120 ming so'mdan. 120 ming so'mdan. Boshqa günler günüsü 110 ming so'm go'sht, 75 ming ijjon. Ijjon pasiyani. Boshqa kunlar shu 120 dan sotaverasiz. 120 ming so'm. Gap yo'q. Faqatgina juma kuni 9-yanvar ertaga 110 ming so'mdan go'sht beriladi. Sifatli go'shtlarni yurtdoshlar. Doktor ko'rigidan o'tgan, to'g'rimi? Doktor ko'rigidan o'tadi, so'yisha yaroqli go'shtini keyin yeyisha yaroqli deb topgandan keyin doktor spravka yozib beriladi, pechat olib, keyin sotiladi. Bo'lmasa sotilmaydi. Yetang shu mollarni turadi kallasi. Yine. Kelaverasiz yurtdoshlar, endi suyaklar bor, challenge'lar. Ko'rsing bularni. Yine mushak go'shtlari. Bularcha so'mdan? 60 ming so'm. 60 ming so'mdan. Yine. Jasuramda sut ham bo'ladi yine, mesli sutlar. Sut ham bor. Sut ham bor. O'zimiz mahsulot. Tuxum deysizlarmi, sariyog' deysizlarmi, postoyanniy assortiment bo'ladi yurtdoshlar. Bemalol kelaverasizlar. Hammani kutib qolamiz. To'ychilar uchun ichki yangiliklar bor. 110 ming so'mni o'kiz go'shtini beramiz. O'kiz go'shtini 110 ming so'm. Varadi, shuni so'y deydi, so'yamiz, o'lchimiz beramiz. Molxonada shunday go'shtdan o'kizini so'yib berib bilasiz, 110 ming so'mdan. Hisob. Gap yo'q. Yurtdoshlar kelaverasizlar, tavaz ishlab turibdi. Xudo xolasa xalqimizga sifatli go'sht marhamat qilamiz, xudo xolasa. Pastda telefon nomeridan qo'yib qo'yamiz. O'zingiz do'konda bo'lasiz. O'zim do'konda. Nechada ochamiz bu do'konni, xudo xolasa? 7 da xudo xolasa. Ertalab 7 da necha mol so'yasiz og'a? 2 mol so'yamiz. 2 mol so'yamiz, xalqimizga shu tashqarida turgan buqalarimiz 110 ming so'mdan go'shtini beramiz. Like'larni bosib, eng yaxshi ko'rgan do'stlarga tashab qo'yasizlar. Sizlarning xizmatlaringizdamiz. Xayrli bo'lsin, barakali bo'lsin, xudo xolasa. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.